Toshkentlik akamiz. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Sherzodbek, yaqinlar va kutayotganlar hammalarga Allohim kuch-quvvat, sabr bersin. Xudo xolasa xuddi shu tartibda shu akalarimiz bilan xuddi shunaqa sostavda turib sizlar bilan ham bir video olishlik nasib qilsin. Ya'ni vizalar bilan Xudo xolasa mana Bolgariya davlatiga akamiz. Aka qaysi viloyatdansiz? Toshkentlik akamiz. Akamiz siz qayerdansiz? Surxondaryoda, Sheroboddan. Malades. Mana ko'rib turganinglardek, azizlar xuddi shunaqa xursandchilikda sizlar bilan ham birgalikda turib, mana shu joyda Xudo xolasa video qilishlik nasib qilsa, mana bugun olib chiqdinglar. Aka, общий necha oy bo'ldi siz dokument topshirib vizangizni olganingizga? 3 oyga bormadi? 60 kun. 2 oy bo'lib turibdi. Sizgachi? 2 oy mana shuni. Siz 2 oyda emas, siz даже 1,5 oy deganda vizaga kirdingiz, to'g'rimi? Umumiy vaqtda. Xudoga shukr, avvalo har biringlar natijasi bor joyga harakat qilinglar, sog' omon bo'linglar.